Assalomu alaykum. Bitta narsaga hayron qolamanda. Bu samolyotga bilet olasanda, 3 oy oldin, 2 oy oldin, 1 oy oldin olib qo'yasan-da. Keyin registratsiyaga 12 soat qo'yganda registratsiya qilib qo'yasan, чтобы o'zingni joyingga olib qolish uchun, o'zingga joy qo'yishing uchun-da. Keyin samolyotga o'tirsang, mamashalar o'tirib oladi san joyingga. Или mamashalar o'tirgan bo'ladi, или bolalarni o'tkazib qo'ygan bo'ladi borku. O'sha narsasi shunaqa yomon ko'raman borku. Spesialni o'zing joy tanlaysan-da, 12 soat, 1 kun oldin, 12 soat oldin joy tanlab qo'yasan-da. Keyin mana bu onalar bolalarni o'tkazib qo'yadi. Shu narsasi bor. Shunaqa asablarim qo'zib ketadi borku. O'zing joyingga o'zing o'tira olmasang.